Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Sizlar bilan Asadbek Arslonqulov. Bugun sizlar bilan IC3 ning o'sha JS 6-versiyasini savollarini ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz attestatsiya 24 uz saytiga kirishimiz kerak. Agar sizda hali bu saytga kirmagan bo'lsangiz, Google'ga attestatsiya 24 uz deb yozsangiz, birinchi saytga kirasiz. Kirganingizdan keyin bu yerda sizda ro'yxatdan o'tish yoki tizimga kirish chiqadi. Agar siz ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, bosib ism, familiya, telefon raqamingiz ishlaydigan, ya'ni SMS keladigan hamda o'qituvchi, misol uchun o'qituvchi hamda tashkilotingizni kiritish hamda parol ixtiyoriy o'sha parol qo'yishingiz kerak, yangi parol. Keyin galchkani bosib, keyingini bossangiz, sizga SMS keladi. SMSni o'sha kiritib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Agar SMS kelmasa, spam yoki o'sha bloklanganlar SMS'ingizdagi shunaqa joy bor, spamlar yoki bloklanganlar degan joy bor. O'sha yerda topsangiz, qisqa 3700 degan qisqa raqamlardan SMS keladi. O'sha attestatsiya 24 uzga ro'yxatdan o'tish uchun 6 xonali kod deb keladi. O'shani kiritsangiz, ro'yxatdan o'tgan hisoblanasiz. Xo'p, ro'yxatdan o'tganingizdan keyin kirasiz, ya'ni qaysi raqamdan ro'yxatdan o'tganmiz, o'sha raqamni kiritasiz. Bilan kiritaman hozir. Hop, kiritdim. Endi undan keyin parolni kiritamiz. Siz hozir boya yangi qo'ygan parolingizni kiritasiz. Hop, kirganingizdan keyin bu yerda demak sizda jami yakunlagan testlaringiz, jami to'g'ri javob berganlaringiz, ya'ni bitta to'g'ri javob berganingiz 1 ball hisoblanadi. Shu asosda ketaveradi hisoblab. Keyingisi eng yaxshi natijangiz qaysi fandan necha, masalan, foiz eng baland natijangiz o'sha bo'lgan, o'shani ko'rsatadi. Va endi biz bu yerda fanlar bo'limiga o'tamiz. Fanlar bo'limiga o'tganimizda informatika chiqadi. Informatikaga kiramiz. Informatikaga kirganimizdan keyin demak bizda mana oxirgi test qo'shilgan, oxiri birinchi chiqadi. Oxirgi qo'shilganlar. Demak, hop, bizga birinchi mana IC3 JS6 birinchi modul birinchi testdan boshlaymiz. Ingliz, o'zbek tilidagisidan boshlaymiz. Buning uchun testni ishlashni bosamiz. Testni ishlashni bosganimizdan keyin bizda ikki xil rejim chiqadi. O'quv rejimi hamda imtihon rejimi. Xo'p, o'quv rejimi nima, imtihon rejimi nima? O'quv rejimida siz har bitta savolni o'sha joyida to'g'ri javobini ko'rishingiz mumkin va sizda hech qanday vaqt cheklovi bo'lmaydi. Imtihon rejimida esa sizda vaqt cheklovi bo'ladi. Masalan, 45 ta savol bo'lsa, 45 daqiqa vaqt ichida ishlashingiz kerak va to'g'ri javoblari hamda izohlar ko'rsatilmaydi. Xo'p, demak, hozir biz o'quv rejimida testni boshlaymiz va bu yerdan demak mana shu quyidagi oyna ochiladi. Va bu yerda mana buni yopib qo'yamiz. Bizga xalaqit bermasligi uchun, yaxshiroq ko'rinish uchun bu yerni sal kattalashtiramiz va demak test ishlashni boshlaymiz. Demak, savol 1. You just received a new smartphone and want to ensure that any personal files won't be lost if your phone becomes lost or damaged. You decide to enable auto backup using the cloud service that came with your phone. Siz hozirgina yangi smartfon oldingiz. You just received a new smartphone. Ya'ni demak, siz hozir yangi smartfon oldingiz. And want to ensure that any personal files won't be lost if your phone becomes. Hop, telefoningiz yo'qolib qolsa yoki shikastlansa, shaxsiy fayllaringiz yo'qolmasligiga ishonch hosil qilish uchun ishonch hosil qilmoqchisiz. Hop, keyingisi, siz telefoningiz you decide to enable auto backup. Hop, siz telefoningiz bilan birga kelgan bulut xizmatidan foydalanib, avtomatik zaxira nusxasini yoqishga qaror qildingiz. Hop, keyingisi, which 3 items should you regularly back up on your smartphone? Choose 3. Smartfoningizda qaysi 3 ta elementning zaxira nusxasini muntazam ravishda yaratishingiz kerak? 3 tasini tanlang. Xo'p, demak, siz yangi telefon olibsiz. Agar u yo'qolib qolsa yoki o'g'irlansa yoki fayllarga shikast yetishiga ishonch hosil qilmoqchisiz, shunaqa bu holatlar bo'lmasligiga. Va siz telefoningiz bilan deyapti, birga kelgan bulut xizmati. Bizda telefonlarimizda bilamiz, bulut xizmati bor. Masalan, Google'ning bulut xizmatlari bor yokida o'sha avtomatik zaxira xizmatlari bor. O'shani yoqib qo'ysak, bizda demak fayllarimiz, rasmlarimiz, har xil ichidagi o'sha ma'lumotlarimiz, kontaktlarimiz o'sha
nimaga bulutga yuklanadi va telefonimiz o'g'irlansa ham uni qayta tiklashimiz mumkin. O'sha avtomatik zaxirani nusxasida. Xo'p, keyingisi endi smartfoningizda deyapti o'sha qaysi 3 ta elementning zaxira nusxasini muntazam ravishda yaratishingiz kerak. Demak, telefoningizni qaysi 3 ta mana shu yerdagi elementlarni nimasini zaxira nusxasini yaratishingiz kerak. Birinchi operatsion sistemani nusxasini yaratishimiz kerakmi? Yo'q. Bu operatsion sistemani biz o'sha telefon olganimizda baribir u o'zi o'rnatilgan bo'ladi. Uni qayta biz zaxiraga olib qo'yishimiz shart. Xo'p, keyingisi kontaktlarni biz zaxiraga olib qo'yishimiz kerak. Chunki ular o'chib ketsa, uni qaytarib tiklab bo'lmaydi. Xo'p, keyingisi text message, SMS xabarlar. SMS xabarlarni ham biz kerakli SMS xabarlar bo'lishi mumkin. Shularni nimaga olib qo'yishimiz kerak? Avtozaxiraga. Xo'p, keyingisi apps. Ya'ni ilovalarni zaxiraga olib qo'yishimiz kerakmi? Yo'q, shart emas, chunki ilovalarni biz Google Play yoki App Store dan yana qayta yuklab olishimiz mumkin. Va keyingisi SIM kart. SIM kartani ham biz zaxiraga olishimiz shart emas. Va bu yerda oxirgisi fotos. Ya'ni rasmlarni biz nima qilishimiz kerak? Zaxiralab qo'yishimiz kerak. Demak, biz 3 tasini tanladik. Javoblarni ko'rsatishni bosamiz va bizga to'g'ri javoblar mana ko'rsatildi. Xo'p, demak, bu yerda tushuntirish, ko'pgina smartfonlarda zaxiralashingiz mumkin bo'lgan narsalarga ilova sozlamalari, kontaktlar, hujjatlar, rasmlar va SMS xabarlar kiradi. Hech bo'lmaganda rasmlaringiz, SMS xabarlaringiz va kontaktlaringizni zaxira nusxasini muntazam ravishda yaratib qo'yishingiz kerak deyiladi. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimiz nima? Xo'p, ikkinchi savol. Xo'p, your teacher has cautioned you about protecting your online identity. Xo'p, sizning o'qituvchingiz sizni onlayn shaxsingizni himoya qilish haqida ogohlantiradi debdi. Xo'p, which three activities help define your digital identity? Xo'p, bu nima degani? Sizni o'sha raqamli shaxsingizni aniqlashga qaysi 3 ta faoliyat yordam beradi? Ya'ni 3 tasini tanlang deb. Xo'p, choose three. Xo'p, endi media posted by other people that you share with your friends. Do'stlaringiz bilan baham ko'rgan boshqa odamlar tomonidan joylashtirilgan media. Ya'ni bu siz do'stlaringiz bilan tushgan yoki baham ko'rgan sizni medialaringiz bo'lishi mumkin. Rasmingiz, videolaringiz va hokazolar bular demak boshqa odamlar tomonidan joylansa ham sizdan nima qilar ekan? O'sha raqamli shaxsni aniqlashga yordam berar ekan. Xo'p, keyingisi your profile. Bu demak sizning profilingiz nima qilish mumkin ekan? Aniqlash mumkin ekan. Va keyingisi only posting from a phone, never from a computer. Faqat telefondan post yozaman, hech qachon kompyuterdan emas. Demak, bu javob bizga hozir tegishli emas. Xo'p, keyingisi having multiple email accounts. Bir nechta elektron pochta hisoblariga ega bo'lish. Xo'p, demak, bir nechta elektron pochta hisoblariga ega bo'lish bu sizni demak raqam shaxsingizni aniqlashtira olmasligi mumkin. Va keyingisi using Twitter and Snapchat instead of Facebook. Facebook o'rniga Twitter yoki Snapchatdan foydalanish. Demak, bu ham bizga bermas ekan, raqam shaxsga aniqlik bermas ekan. Va keyingisi comments you post or tweet. Ya'ni siz yozgan yoki tweet qilgan izohlar. Bular demak nima bo'lar ekan? Raqamli shaxsni aniqlashga yordam berar ekan. 3 tasini tanladik va bular demak to'g'ri ekan. Xo'p, demak keyingisiga o'tamiz. 3-savol. Which of the following would be a feature of a good network infrastructure for a school? Quyidagilardan qaysi biri maktab uchun yaxshi tarmoq infratuzilmasining xususiyati bo'lishi mumkin deb savol beradi. Xo'p, demak, qaysi biri o'sha maktabni tarmog'ini tuzilishini yaxshi ifodalaydi. Xo'p, bu yerda support anonymous logins. Demak, support anonymous logins. Bu degan anonim kirishlarni qo'llab-quvvatlaydi degan ekan. Ya'ni bizda anonim kirishlarni maktab qo'llab-quvvatlamaydi. Xo'p, keyingisi acceptable use policy is not required. Ya'ni qabul qilinadigan foydalanish siyosati talab qilinmaydi deb. Demak, foydalanish siyosati talab qilinmas ekan. Xo'p, bu yerda hozir mana shu javoblardan bittasini tanlashimiz kerak. Is easily scales the network
as a student population grows. O'quvchi soni oshgani sayin tarmoqni oson kengaytiradi. Ya'ni har bitta masalan o'quvchiga bittadan tarmoq qo'yish shart emas. Masalan, bitta maktab uchun bitta katta set masalan switch qo'yilsa, uni o'quvchi sayin soni oshgani sayin uni kengaytirib ketish oson. Har bitta masalan 100 ta yoki 20 ta yoki bitta xonaga masalan internet kerak emas, 20 ta kompyuterga. Unga o'sha bitta kelgan internetdan osongina nima qilish mumkin? Ko'paytirish mumkin. Tarmoq qismlari va qurilmalar orqali, ya'ni switch hub degan qurilmalar orqali uni osongina kengaytirish mumkin. Faqat birinchi marta ulanishi sal qiyinroq bo'ladi, lekin keyingilari juda ham oson bo'ladi o'quvchi soni ko'paygani bilan. Xo'p, demak, mana shu narsa, demak, mana shu maktab infratuzilmasining tarmoq xususiyati uchun nima deydi? Eng to'g'ri variant hisoblanadi. Keyingisi yana allows anyone to access the network from anywhere. Har kimga istalgan joydan tarmoqqa kirish imkonini beradi. Demak, bu narsa har kimga istalgan joydan tarmoqqa kirish imkoniyatini bermaydi. Va demak, bizda to'g'ri javob mana shu javob ekan. Xo'p, mana bu yerda A degan to'g'ri javob, A deganiga e'tibor bermang. Bizda mana shu saytimiz savollarni o'rnini almashtiradi. Biz kiritganda shu A javob deb kirib ketganmiz. O'rni almashgandan keyin bu yerga tushib qolyapti. Bizga mana shu yashilligidan bilsak bo'ladi. Agar biz javobni tozalab, boshqa savol javobni tanlab bossak, mana qizil qilib xato qilib ko'rsatadi. O'shandan bilsak bo'ladi. Demak, shu javob edi. Keyingisi. Hop, there are three primary desktop computer operating systems: Windows, Mac OS, and Linux. What are the three main functions that all computer operating systems have in common? Hop, choose three. Ish stoli kompyuterlar uchun 3 ta asosiy operatsion tizim mavjud: Windows, Mac OS va Linux. Barcha kompyuter operatsion tizimlarining 3 ta umumiy funksiyasi nimadir? 3tasini tanlang. Hop, demak, provide video gaming. Video o'yinlarni taqdim eting. Demak, bizda hozir 3 ta operatsion tizim bor, bilamiz: Windows, Microsoft, Mac OS hamda Linuxda. Uchalasi 3 xil xossaga ega. Masalan, Microsoft Windows oddiy o'sha foydalanuvchi uchun grafik imkoniyatga ega, ko'p imkoniyatlarga ega. Masalan, o'yin o'ynash uchun qulay yoki qanaqadir yana boshqa xususiyatlar bo'lishi mumkin. Masalan, Mac OS ham biz alohida foydalanuvchilari ko'p va keyingisi Linuxda, to'g'rimi? Linux ham faqat ko'pincha serverlarda hamda o'sha dasturchilarda yokida o'sha kiber xavfsizlik mutaxassislari tomonidan ishlanadigan operatsion tizim. Xo'p, demak, bizda hammasi uchun umumiy bo'lgan xususiyatlarni topishimiz kerak ekan bu savolda. Xo'p, video o'yinlar taqdim etadi. Ya'ni sal tarjima xato ketgan shu yerda, video o'yinlar taqdim etadi bo'lish kerak. Video o'yinlar yoki video o'yinlar taqdim etish desa ham bo'ladi. Xo'p, demak, video o'yin hammasida, masalan, Mac OS, Windowsda, Mac OSda bo'lishi mumkin, lekin Linuxda yo'q video o'yinlar. Shuning uchun bor-u, lekin unga yaxshi qo'llab-quvvatlamaydi. Xo'p, keyingisi manage telephone and messaging service. Ya'ni bular telefon va xabar almashish tizimini qo'llab-quvvatlamaydi, boshqarmaydi. Shuning uchun ikkita javob chiqib ketadi. Xo'p, bizda 3tasini tanlang debdi. Xo'p, umumiy xususiyatlar. Provide service for application software. Ilova dasturiy ta'minot uchun xizmatlarni taqdim eting. Demak, ilova dasturiy ta'minot uchun xizmatlarni taqdim etadi. Ya'ni, masalan, har bitta operatsion tizim uchun qanaqadir yana qo'shimcha xizmatlarni taqdim etishi mumkin. Ya'ni, masalan, u narsa antivirus dasturlari bo'lishi mumkin, qo'shimcha xizmatlar. Antivirus dasturlari shu operatsion tizim uchun qo'shimcha xizmatlar. Shuning uchun bu javob to'g'ri deb qabul qilamiz. Keyingisi manage resources such as CPU, memory, disk drives and peripherals. Hop, protsessor, xotira, disk driverlari va periferik qurilmalar uchun qurilmalar kabi resurslarni boshqarish. Ya'ni, demak, qarang, protsessor, xotirani bilamiz, protsessor nimaligini bilamiz, disk driverlarni bilamiz.
va periferik qurilmalar nima ekan bu yerda? Periferik qurilmalar degani mana shu klaviatura, sichqoncha va kolonka, printer mana shu qurilmalarni biz ya'ni yordamchi qurilmalar. Ular o'sha kompyuterning asosiy qismi juda ham asosiy qismi emas, unga yordam beradi ishlashga. O'sha narsani biz periferik qurilmalar deymiz. Demak, mana shularni resurslarni boshqarar ekan. Uchalasida ham o'sha qurilmalarni boshqaradi va hokazo hokazo. Keyingisi provide a user interface. Foydalanuvchi interfeysini taqdim eting. Xo'p, demak foydalanuvchi interfeysini uchalasi ham taqdim etadimi? Taqdim etadi. Keyingisi provide 100% 100% hack proof security. Ya'ni 100% hakkerlik nimasini hakkerlikdan himoyalangan xavfsizlikni ta'minlang deb. Demak, bizda Linux bo'lishi mumkin, ta'minlashi mumkin, lekin bu ikkita operatsion tizim ta'minlay olmaydi. Shuning uchun javoblarni tekshiramiz va keyingisiga o'tamiz. Xo'p, men tez o'tib ketyapman. Nimaga? Chunki sizni masalan hozir 45 ta savol bu yerda zeriktirib qo'yishi mumkin. Juda ko'p vaqt o'tib ketsa, shuning uchun tez o'tyapman. Videoni agar bir marta tushunmasangiz, qayta ko'rishingizni maslahat beraman. Ya'ni keyin mana bu testni qayta ishlashni maslahat beraman. Bir marta ishlaganingizda esingizda qolmaydi agar ingliz tilini umuman bilmasangiz. Kamida 10-15 marta ishlaysiz, xuddi tarjimasini, keyin faqat ingliz tilidagi varianti bor. O'shani ham kamida bir 10 marta ishlaysiz va shunda siz o'sha birinchi modulni birinchi testiga tayyor bo'lasiz. Xo'p, undan boshqa yo'li yo'q. Undan boshqa yo'li menimcha yo'q. Osonroq yo'li. Xo'p. Keyingisi pandemic has temporarily closed your school. Ya'ni sizning maktabingiz vaqtincha yopildi. Pandemiya sababli deyapti. Pandemic has temporarily degani o'sha vaqtincha closed your school yopildi. So your lessons. Xo'p, shunday qilib sizning darslaringiz deyapti, your lessons are being tracked online. Online tarzga o'tkazildi deyapti. Xo'p, your teacher has scheduled classes using video software. Xo'p, o'qituvchingiz har bir o'quvchini ekranda ko'rsatadigan o'sha that displays each student on screen and allows the student to speak to the entire class. Demak, sizning o'qituvchingiz har bir o'quvchini ekranda ko'rsatadigan va o'quvchiga butun sinfga gapirish imkonini beradigan video dastur orqali darslarni belgilab, masalan Zoom orqali darslarni belgilab ustoz. Xo'p, siz you are participating in these classroom sessions from your computing device at home. Siz ushbu darslarga uyda kompyuter orqali ishtirok etyapsiz deb. Xo'p, you must follow appropriate digital etiquette standards during these video classes. Ushbu video darslar davomida mos raqamli odob axloq qoidalariga rioya qilishingiz kerak. Xo'p, ya'ni o'sha Zoomda uyda ishlayapsiz, darsga onlayn qatnashyapsiz, o'shanda raqamli odob axloq qoidalariga rioya qilishingiz kerak deyapti. Xo'p, keyingisi which of the following demonstrates proper digital etiquette for visual collaboration. Quyidagilardan qaysi biri vizual hamkorlikda to'g'ri raqamli odob axloqni ko'rsatadi? Xo'p, demak biz mana bu yerdan javoblarni tanlashimiz kerak. Ya'ni vizual hamkorlik degani o'sha biz bir-birimizni onlayn ko'rib, ya'ni mitinglar hamkorlikdagi degani bir kishi yoki bir kishi emas, bir necha kishidan tashkil topgan, masalan 2 kishi yoki undan ko'proq bo'lsa, o'sha raqamli hamkorlik bo'ladi. Digital collaboration deyiladi bu narsa. Va visual collaboration o'sha ko'rib, masalan videoni qo'shib nima qilsangiz, siz vizual hamkorlik qilgan bo'lasiz. Va o'sha vizual ko'rib hamkorlik qilganda to'g'ri raqamli odob axloqqa rioya qilish kerak ekan va o'shani biz hozir ko'rsatishimiz kerak ekan. Nimaligini. Xo'p, do not use all caps when it's your turn to speak because it's like shooting. Gapirish navbati sizga kelganda hamma harflarni katta qilib yozmang, chunki u baqirishga o'xshaydi. Demak, bu xato. Biz katta harfda yozsak ham nima bu? Baqirish bo'lmaydi.
Hop, keyingisi do not use TextSpeak. TextSpeakdan foydalanmanglar. TextSpeak nima? Qisqartirib yozish. Qisqartirib yozishdan foydalanmang. Hop, uni hamma tushunmasligi mumkin, shuning uchun bunday yozish tavsiya beriladi. Keyingisi when it is your turn to speak, introduce yourself and look at the on-screen image of the person you are addressing. Hop, gapirish navbati sizga kelganda o'zingizni tanishtiring va murojaat qilayotgan odamning ekrandagi rasmiga qarang. Demak, biza gapirish navbati kelganda nima qilishimiz kerak ekan? O'zimizni tanishtirib, murojaat qilayotgan odam ekraniga qarashimiz kerak. Limit the use of emojis and emote icons. Emoji va emote ikonkalardan foydalanishni cheklang debdi. Demak, biz undan foydalansak bo'ladi, uni cheklamaymiz. Va demak, mana bu yerda to'g'ri javob shu narsa ekan. Keyingisi for each statement regarding the basic functions of web browsers, select yes if the statement is true and no if the statement is false. Web browserlarning asosiy funksiyalariga oid har bir bayonot uchun agar bayonot rost bo'lsa ha yoki agar bayonot noto'g'ri bo'lsa yo'qni tanlang. Hop, keyingisi web browsers are the internet. Ya'ni web browserlar bu internetdir deyapti. Yo'q, bizga web browserlar bu internet emas. Hop, web browsers are search engines. Web browserlar qidiruv tizimlaridir. Demak, qidiruv tizimlarimi? Yo'q, qidiruv tizimlari emas. Qidiruv tizimlari boshqa, web browser boshqa, bilamizki. Masalan, Google boshqa, Google Chrome boshqa narsa. Google Chrome browser, Google esa qidiruv tizimi. Masalan, Yandex browser bor, Yandex qidiruv tizimi bor. Va hokazo. Keyingisi, web browsers are software applications that retrieve and present information from the World Wide Web. Web browserlar butun jahon o'rgimchak to'ridan ma'lumotlarni olish va taqdim etish uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minot. Hop, demak biz bunga nima qo'yamiz? Ha-ni qo'yamiz. Chunki web browser haqiqatan ham, ya'ni butun jahon o'rgimchak to'ri degan internetda ma'lumot olish uchun hamda bizga ko'rsatish uchun mo'ljallangan dastur bo'lgani uchun bunga ha-ni bosamiz. Web browsers use URLs to connect to resources such as web pages, images and videos. Web browserlar web sahifalar, rasmlar va videolar kabi resurslarga ulanish uchun URL manzillaridan foydalanadi. Albatta, URL manzillaridan foydalanadi. Javoblarni ko'ramiz, hammasi to'g'ri ekan va keyingisiga o'tamiz. Agar nimadir tushunarsiz bo'lsa, mana bu yerdan tushuntirish va izohlarni ko'rib chiqib, o'zingizga nima qilishingiz mumkin, yana ham ishonch hosil qilishingiz mumkin. Va bizda keyingi savol, hop, demak 7-savolga kelibmiz. You work in school computer lab as an assistant to the network administrator. You arrive to the lab early before anyone else and notice you cannot access to the internet. Hop, demak, qarang, savol ko'p bo'lsa, sal tushunishingiz qiyinlashadi, lekin buni o'sha bitta gap o'qib, bitta tarjimasini o'qib, qayta tushunmasangiz 3 marta o'qing. Mana shu bitta gapni 3 marta o'qingda tushunib oling. Yaxshilab tushunib oling. Keyin o'sha yaxshilab tushunib olganingizdan keyin, masalan, birinchi ishlashingizga, o'sha 10 ta savol ishlashingizga 1 soat vaqt ketsin, mayli. Общий hammasi 45 savol ishlashga 5 soat vaqtingiz ketsin. Lekin tushunib oldingiz bitta ishlashda. Keyin ikkinchisida уже 45 minut sizga yetib ortadi. Uchinchisida 40 minutga tushasiz. To'rtinchisida ham vaqtingiz ham kamayib ketaveradi, tez-tez eslab qolganingizdan keyin tez-tez javobni topib ketaverasiz. Vaqtingiz ham kamayadi, balingiz ham ko'tarilib ketaveradi. Masalan, birinchi ishlashingizda 20 ta topdingizmi yoki 10 ta topdingizmi, keyingisida 25 ta, keyingisida 30 ta, ana shu ketaveradi. Va 45 tadan 45 topmagunizcha ishlayverasiz doim. 3 marta ishlaganingizda 45 tadan 45 ta topdingizmi, demak siz ancha yod bo'lib qoldi degan. Ya'ni imtihonga mana shu 45 savoldan siz tayyorsiz уже degan. Birinchi modulda jami 90 ta savol bor. Mana shu 90 ta savolga siz tayyorlanib, masalan 15 martadan opshi 30 marta ishlashingiz kerak. Masalan 10 marta inglizcha o'zbekchasini, 5 martadan faqat inglizchasini. Ya'ni
bitta birinchi qism savollarni va ikkinchi qism savollarni общий 45 dan 90 savol 90 ta savolni siz kami 30 marta ishlasangiz, demak siz tayyor, testga tayyor hisoblanasiz. Va birinchi modul xudo xolasa imtihonga borsangiz, o'tib ketish imkoniyatingiz juda ham yuqori bo'ladi. Xo'p, demak, savolga qaytamiz. Siz maktab kompyuter laboratoriyasida tarmoq administrator bo'lib ishlarkansiz, yordamchisi bo'lib ishlarkansiz. Siz laboratoriyaga hammadan oldin yetib kelasiz va internetga olmasligingizni payqaysiz deyapti. You arrive to the lab early before anyone else and notice you cannot access the internet. Hop, muammoni bartaraf etishni boshlaysiz. You begin to troubleshoot the problem. Ya'ni hop, please the troubleshooting steps in the correct order. Ya'ni mana buni deyapti. Muammolarni bartaraf etish bosqichlarini to'g'ri tartibda joylashtiring. To answer move each step from the list on the left to its order on the right. Javob berish uchun har bir bosqichni chapdagi ro'yxatdan o'ngdagi tartibga o'tkazing. Bu yerda sizda mana 1 2 3 4 5 degan raqam turadi. Shuni siz olishingiz kerakda, mana bu 1, bu 2 deb qo'yishingiz kerak. Uni o'rniga biz nima qildik? Masalan, mana buni bosib tepaga pastga tushirishingiz mumkin. Ya'ni 1 2 ketma-ketligini qo'yishingiz mumkin. Mana tepaga buni chiqarsangiz, mana ketma-ketlik o'zgaradi. 1 bu deydi, endi 2 bu deydi. Uni farqi yo'q. Bizda faqat shu misolni yaxshilab tushunib, javobini topa olsangiz bo'ldi. Qaysi biri birinchi, qaysi biri ikkinchi kelishini bila olsangiz bo'ldi. Yoki mana bu yerni ushlab ham o'zgartirishingiz mumkin. Xo'p, demak, biz hozir to'g'ri javobi qanaqa bo'ladi buni? Contact your ICP internet provideringizga murojaat qiling deyapti. Demak, keyingisi internet ishlamayapti. Biz buni bartaraf qilishimiz uchun nimalarni ketma-ket bajarishimiz kerak ekan? Check the hardware. Uskunani tekshiring deyapti. Perform a DNS check. DNS tekshiruvini bajaring deyapti. Check on virus and malware protection. Virus va zararli dasturlardan himoyani tekshiring deb. Use ping or tracer. Ping yoki tracer buyruqlaridan foydalaning. Keyingisi use ipconfig. Ipconfig dan foydalanish. Demak, birinchi biz nima qilishimiz kerak ekan? Uskunani tekshirishimiz kerak ekan. Check the hardware degan javobi birinchi javob hisoblanadi. Keyingisi use ipconfig. Ipconfig dan foydalanishimiz kerak ekan. ipconfig. Bu nima ekan ipconfig? O'sha konfiguratsiya degani, bilamizki, o'sha nastroyka to'g'rilash degan ma'nolar beradi. Xo'p, o'sha IP deganimiz internet protokolining sozlamalaridan foydalaning deyapti. Umumiy ma'nosi. Xo'p, keyingisi bu yerda keyingisi using ping or tracer. Mana buni ping yoki tracer buyruqlaridan foydalanish ekan. Olamizda 3-ga qo'yamiz. Ikkini qo'ydik, 3-ga qo'yamiz va keyingisi bu yerda perform a DNS check. 4-chi bo'lib bajaradigan ishimiz DNS tekshiruvini bajarish kerak ekan. Va keyingisi contact your ICP internet provideringizga murojaat qilishingiz kerak ekan va oxirida check on virus and malware protection'ni bajarishingiz kerak ekan. Ya'ni viruslar va zararli dasturlarga himoyani tekshirib ko'rishingiz kerak ekan. Hop, keyingisi demak javoblarni ko'rsatishni bossak, bizda to'g'ri tartib bo'ldi. Agar noto'g'ri tartib bo'lganda qizil bo'lib ko'rsatardi, ya'ni o'rni almashib qolgan ko'rsatardi. Hop, keyingi savolga o'tamiz va bizda yana o'sha ha yo'q savoli. Ha yo'q savoli bu yerda demak for each statement select yes if this type of USB matches the image or no if it does not. Hop, har bir bayonot uchun agar USB turi rasmga mos kelsa yes, mos kelmasa no ni tanlang. Hop, bayonotda berilgan, ya'ni bu yerda bizda mana rasm bor ekan, tepasini ko'rmaymiz. Refer to the image. Rasmga qarang. Hop, demak rasmlar bor. Biz biladigan an'anaviy USB, bu o'sha Android zaryadka deymiz. Nima deydi buni? Bu ham shu USB ni bir turi, o'sha zaryadka uchun va keyingisi hop, keyingi portimiz bizda bu ham
shu mana shuni kattasi bilasizmi? Oldinlari buni birinchi kattaroq chiqardi, keyin kichkinaga aylandi. Va keyingisi bizda o'sha iPhone zaryadchiklarimiz va keyingi portimiz, ya'ni zaryadchik deymizmi, kabel deymizmi buni. Hop, USB turi deylik, ha, eng to'g'risi. USB turimiz Type-C. Va endi bu yerda aytyapti, birinchisida image A, mana bu image rasmdagi A is a USB-C Type-C used on newer devices. Hop, A rasm odatda yangi qurilmalarda ishlatiladigan USB-C deyapti. Yo'q, bu USB-C emas, mana USB-C. Mana USB-C, Type-C deydi. Demak, bu demak yo'q javobi. Keyingisi image B is B haqida gap ketyapti. Image B is a micro USB Type-C used on phones, headphones, Bluetooth devices and power banks. Bu bir rasm odatda telefonlar, quloqchinlar, Bluetooth qurilmalari va power banklarga ishlatiladigan micro USB deyilyapti. Demak, bu albatta shu narsalarga, masalan, kolonkaga, telefonlarga, quloqchinlarga mana shu orqali biz nima qilamiz? Ishlatiladigan micro USB ekan. Xo'p, bunga ha deymiz. Keyingisi image C. Vaqtida gap ketyapti. Image C is a firewire connector used with iPhones. C rasm iPhonelar bilan ishlatilgan firewire ulag'ichi deb. iPhonelar bilan ishlatilgan firewire ulag'ichi emas. Yo'qni bosamiz. Image D iPhone zaryadchik haqida gap ketyapti. Is a lightning connector used with Apple products. D rasm Apple mahsulotlarida ishlatiladigan lightning ulag'ichi deyapti. Demak, Apple mahsulotlarida ishlatiladigan haqiqatan ham lightning ulag'ichi hisoblanadi. Keyingisi image Y is a USB-C. Image Y degan oxirgisi Type-C haqida gap ketyapti. Image USB-C Type-C used on newer device. Y rasm odatda yangi qurilmalarda ishlatiladigan USB-C hisoblanadi. Demak, bu ha hisoblanadi. Ya'ni to'g'ri javoblarni ko'rsak, hammasini to'g'ri belgilab. Va keyingisiga o'tamiz yana. For each statement regarding where you can post or share in the digital world, select yes if the statement is true and no if the statement is false. Raqamli dunyoda qayerda post joylash yoki ulashish mumkinligini haqidagi har bir bayonot uchun agar to'g'ri bo'lsa yes, noto'g'ri bo'lsa no'ni tanlang. Demak, raqamli dunyoda bugungi o'sha raqamli dunyomizda qayerda post joylash yoki ulashish mumkinligini biz hozir bayonotlarni ha yo'qqa bo'lib chiqamiz. Demak, Facebook is the most popular social media website for posting and sharing content. Facebook kontent joylash va ulashish uchun eng mashhur ijtimoiy tarmoq hisoblanadi. Demak, biz bunga nima deymiz? Albatta, o'sha kontent joylash va ulash uchun eng zo'ri Facebook. Dunyoda milliardlab odamlar tomonidan yuklab olingan. O'sha Google Play App Store'larga qarasak, mana shu narsa eng ko'p yuklangan. Va keyingisi there are no minimum age requirements to have an account on YouTube. YouTube'da akkaunt ochish uchun minimal yosh talabi yo'q. Bu narsa demak xato. Ya'ni minimal yosh talabi bor. Keyingisi Instagram is only available to Apple iOS users. Instagram faqat Apple iOS foydalanuvchilari uchun mavjud. Demak, bu narsa yo'q. Instagram faqat iOS balki boshqa operatsion tizimlar uchun ham bor. WeChat has been described as China app for everything. Hop, demak WeChat Xitoyning hamma narsa uchun ilovasi deb ta'riflanadi. Demak, bu yerda biz nima qo'yamiz? Xitoyning hamma narsa uchun degan ilovasi hisoblanadi. Haqiqatdan undan to'lov qilsa bo'ladi yoki bir qancha ishlarni amalga oshirsa bo'ladi. Shuning uchun ya'ni ularda ijtimoiy tarmoq ham bo'lib ketadi bu WeChat, hamma ishlarga javob beradi. Shuning uchun bunga ha deymiz. In Snapchat, pictures and message are only available for a short time before becoming inaccessible. Snapchatda
rasmlar va xabarlar qisqa vaqt o'tgach mavjud bo'lmaydi. Buni biz nima qilamiz? Qisqa vaqtgacha mavjud bo'lmaydi deganiga yo'q qo'yamiz. Ha qo'yamiz. Ya'ni Snapchatda o'chib ketar ekan. Hop, keyingisi you can only share on Pinterest if you upload an image. Pinterestda faqat rasm yuklagan taqdirdagina ulashish mumkin deyapti. Ya'ni bunga ha qo'yamiz, chunki biz rasm qo'ymasak, rasm masalan Pinterestga yuklamasak, uni boshqalarga ulasha olmaymiz. O'sha Pinterestning ichida. Hop, shuning uchun ha'ni qo'yishimiz kerak ekan. Va javoblarni ko'rsatsak, demak, mana hammasi to'g'ri javoblar ekan. Va bu yerda demak, yana batafsil ma'lumotlarni burada olishingiz mumkin. Hop, keyingisi va bizda mana savollar bor. Masalan, ertaga imtihonga borganingizda mana shunaqa beriladi. Men yozib qo'yaman. You suspend that your favorite password has been compromised on of your social media sites. Siz sevimli parolingiz ijtimoiy tarmoqlardan birida buzilgan, oshkor bo'lgan deb gumon qilyapsiz deb. You use the same password on multiple sites, including your banking site, so you want to reset your password. Siz bir xil parolni bir necha saytlarda, jumladan bank saytida ham ishlatganingiz uchun parolni yangilamoqchisiz. Click on the feature that will allow you to reset your password. Parolingizni qayta o'rnatishga, yangilashga, ya'ni imkon beradigan funksiyani bosing. Mana shu yerda biz mana buni yoki mana buni xohlagan shu to'rtalasidan bittasini bosishimiz kerak va u qizilma chiziq yashilga aylanadi. Va biz uni belgilagan hisoblanamiz va keyingisini bosamiz, ya'ni imtihonda. Imtihonda xabaringiz bor, balki bilmaganlar uchun yana bir marta aytaman. Imtihonda bunaqa tarjimasi bo'lmaydi, faqatgina ingliz tilida bo'ladi. Xo'p, keyingisi bu yerda forget password. Demak, mana shu yerdan forget passwordni bosib, to'g'ri javob, chunki o'sha parolni tiklash, parolni unutdingizmi degan joyidan amalga oshiriladi bu narsa. Bularda bu masalan 3 ta nuqtani bosganingizda parol almashmaydi. Yoki mana forget user ID deyapti. Buni bosganingiz bilan o'zgarmaydi. How can we help? Biza qanaqa yordam berishingiz mumkin sizga deyapti. Xo'p, demak buni bosib to'g'ri javob aniqlaymiz va keyingisiga o'tamiz. Xo'p, 11-savol kelibmiz. You just signed up for an account on Google. Your new account uses single sign on, ya'ni SSO. Which three are the benefits of single sign on SSO? Choose three. Siz hozirgina Google'da account ochdingiz. Sizning yangi accountingiz yagona tizimga kirish SSO dan foydalanadi. Ya'ni bu o'sha single sign on degani yagona tizimga kirish degan ma'noni anglatar ekan. Yagona tizimga kirish, ya'ni SSO ning qaysi 3 ta afzalligi bordir? 3 tasini tanlang. Demak, you only need to remember one set of login details. Siz faqat bitta kirish ma'lumotlarini eslab qolishingiz kerak. Albatta, siz yagona, ya'ni mana bu kirish tizimiga ega bo'lganingizdan keyin uni faqat bitta login parolni eslab qolishingiz kerak. Misol uchun bunaqa tizimlarga bitta misol keltiramiz. Masalan, sizda Google accountingiz bor. Bitta Google accountingiz bilan ham masalan Google'dagi elektron Excel'ni, elektron Word'ni yoki boshqa Gmail'ingizga kirishingiz mumkin. Bitta mana ochib ulab qo'ysangiz, Google'ga ochib ulab qo'ysangiz, Google Chrome'ga ulab qo'ysangiz, endi ko'p saytlarga kirishingiz mumkin. To'g'rimi? Login parol kiritib o'tiramiz. Nimadan ro'yxatdan o'tish kerak bo'lsa, Google o'sha akkaunt orqali bosib ham tezda o'tib ketishingiz mumkin. Mana shu narsa SSO deyilar ekan. Va demak bu siz faqat bitta kirish ma'lumotini eslab qolishingiz kerak degan javobga to'g'ri bo'lar ekan. SSO is ya'ni CC emas, endi SS to'g'riroq bo'ladi. SSO is government owned and operated. Davlatga tegishli va boshqariladi. Xo'p, davlatga tegishlimi bu narsa? Yo'q, bu davlatga tegishli emas va davlat tomonidan boshqariladi. Hech narsa qo'ymaymiz. Credentials are stored on Amazon, Facebook and Google. Ishonch yorliqlari Amazon,
Facebook va Google'da saqlanadi. Demak, bu narsa noto'g'riroq ishonch yorliqlari bularda saqlanmaydi. After signing on, you can access your email, document, storage, apps and other sites with full access. Tizimga kirganingizdan keyin after sign on degan sign on so'ng siz elektron pochtangizga hujjatlar xotirasiga, ilovalarga va boshqa to'liq saytlarga to'liq kirish huquqiga ega bo'lishingiz mumkin. Bu demak to'g'ri ekan. Keyingisi you have stronger security. Sizda kuchliroq xavfsizlik bor. Albatta. Demak, siz bitta mana bu xavfsizroq ekan. 10 ta narsaga 10 xil parol qo'yganingizdan ko'ra bitta unutib qo'yganingizdan ko'ra mana buni bitta qo'yib, o'shani bitta bilan boshqarganingiz nima ekan? Xavfsizroq ekan. You can log in without using password. Siz parollardan foydalanmasdan tizimga kirishingiz mumkin ekan. Xo'sh, javoblarni tekshirib ko'ramiz. Demak, mana shu 3 ta javob bizda eng to'g'ri javoblar hisoblanar ekan. Xo'sh, va keyingisiga o'tamiz. Xo'p, shu yerda bitta pauza qilamiz va keyin yana davom ettiramiz.